2-iyul Food City bozori narx-nomada. Assalomu alaykum. Pulni emas, qiymatni tanlaydigan qadri baland qadrdonlarim. Res Toshkent shu yerdami? Nima bo'ldi buni? Narxi 11.500. Ko'rishma 9 ta qoldi. Necha pul ekanmi? 9000 so'm. Mana Qahramon akam mana kelaverasizlar Food City bozoriga. Qahramon aka eng zvezda odamlardan Food City bozorida. Eng oldi savdogarlaridan. Kelaverasizlar deyapti. Bitta like bosib mana dehqon qatorda aylanyapti mana. Mana. Maydalar 50.000 so'm, mana shu yashiklar 50.000 so'm bo'ladi. Food City bozorida yakshanlik kunga olkalarim mana. Necha pul berasiz? So'pa bu aytdilar. 5.000 berasiz. Birigichi? Birigi 8.000. Deyapsiz, shepmi? Mana o'zim bermaganlarga o'zim aytaman. Necha pul? 9 bermadingiz. 9.000 so'm mana olkalar. Sirenichi? 8 bermadim. Sireni 8.000 berishmoqda ekan. Mana kech payt kanalimiz yo'qligi uchun deyarli yaxshi ololmayapmiz. YouTube kanallar ko'rsanglar bo'ladi. Maydasi necha pul beradi ekan? 5.5 ming berayotgan maydasi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana Madrahim akam so'qoqda eng mard dehqonlardan bo'ladi. Ya bo'ldi, 5 ekan mashinasi chaqiradi. 5 Yil necha pul berasiz aka? 8200. 8.200 so'mdan mana jirida azakan berib yubordi. Xudo xolisi. Yili necha pul chiqyapti boya aka bugun xudo xolisi. Pomidorlar nima uchun ko'tarilyapti deganlar uchun mana pomidorlar massaviy holatga deyarli kirmayapti. Ya'ni ko'payish bo'lmayapti, sababi ob-havo iqlim hisobiga. 8.000, 7.5 hamma har xil chiqarib yotibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Nega Sarvar aka necha pul beryapsiz o'zingiz o'zingizga? 9.000 so'mdan beri ortib ekan. Balabana sort o'g'dolisi. Sirenilarchi? Sireni 6.000 beramiz. Sirenilarga 6.000 so'mdan qilib beryapti. Sal yumshoqligi bor. Bitta yarimta agar uyga oladigan bo'lsangiz, ishlatib olsa bo'ladigan ekan. Maydaroqda sireniz. Mana ko'rasizlar mana pomidorlar talashib turishiga. Nechta bor o'zi? Nechta bilanman 12-13 ming olsa bo'laman pomidorlarni. 36tasiga 25 ming oldi. Bozor holatiga qarab narxlar o'zgaradi. 5 mingdan tortib 15 minggacha pomidor bor. Pomidordan ham ko'ra sotuvchi emas, oluvchi judayam haddan oshiq ko'p. Hozir kirgan mashinalar ketyapti. Просто fonar yo'q, yorug'lik o'ta ko'rsatib bera olmayman. Ko'rsatib bera olmayapman. Shuni ko'rsanglar bo'ladi. Akam necha pul ekan aka bir o'zi? 10 ming deyapsiz, xudo olsin. Aybi shu dumini yo'q ekan, lekin Toshkentliklar faqat dumini yeydi birinchi. Chunki dumli pomidorda yaxshi so'rashadi.
deb o'ylaymiz. Chunki dumli pomidor birinchi o'ringa ketadi. Sababi ko'pchilik o'ylaydi svejiy deb o'ylaydi. Svejiy yangi u farqi yo'q. Prosta dumini bilan uzilib ketib qoladi. Toza pishganlar shunaqa bo'ladi. Mana yana bitta joyga shu joyga aytib ketay. Misol uchun Yusuf pishki deb hamma hozir so'rayapti. 15-20 kun bor hali Yusuf pishki chiqishiga. Admanka, ya'ni rozuyda yirik bo'lib ketganini Yusuf deb sotyapti. Xullas bu shaxsiy fikrlarim, bu narxning nomi YouTube kanalida bo'ldik. Videoga like bosib, har doimgidek videoni Vestoshkinga jo'natishni unutmang. Sahifaga obuna bo'lib qo'ysangiz, realniy narxlardan xabardor bo'lasiz. Siz bilan rivojlanib 100 mingdan oshiq auditoriya yig'amiz. Xudo xolasa kuniga YouTube kanalimga video qo'yishni boshladim. Qanday pomidor, yaxshi pomidorni qanday tanlash kerak? Pomidor nima uchun turmayapti? Shunaqa savollarga barchasiga ertangi postimga chiqaraman.